Bu bemor o'zi 15 yoshli. Bu qizimiz 15 ga to'lganlarida menstruatsiyalari kelmayotganligini inobatga olib, ikkilamchi ayollik belgilari, ya'ni ko'krak chiqishi kuzatilmayotganligini hisobga olib, bu qiz o'zani opalari ginekologga olib kelganlar. Ko'ruv paytida aniqlandiki, MRT qildik. MRTda mana aniqlandi. Bularda psevdo germafrodizm, ya'ni erkak tipi bo'ladi. Bular qiz bola emas, genotip bo'yicha o'g'il bolalar. Agarda bu hozir genetik tekshiruvlardan ham, MRTda ham ko'rilgan, bularda qiz bola tuxumdon yo'q, matka yo'q, ya'ni genotip bo'yicha bular o'g'il bola bo'lib tug'ilganlar. Lekin kriptarxizm bo'lgani uchun tuxum hujayralari tashqi chiqmaganligi uchun bee'tiborlik sababli bu qiz o'zani, o'g'il o'zani, endi shunaqa desa o'zi ham bo'ladi, qiz bola deb o'ylashgan. Bular genotip bo'yicha o'g'il bolalar. Hurmatli ayollar, onalar, farzandinglar tug'ilganda albatta nazoratga olib boringlar, doktorga ko'rsatinglar. Bunaqa holatgacha olib bormanglar. Bu qiz o'zi 15 yoshgacha qiz bola deb aniqlangan, lekin buni hozir butunlay aksi bo'lib chiqdi.